Uyghur qirg'inchiligi va islom dunyosi. Avtori Samat Abla. Bugun dunyoda musulmon davlatlari deb sanalgan davlatlarning soni 49 bo'lib, musulmonlarning soni oz kam 2 milliard atrofida. Bu butun dunyo aholisining taxminan 25%ni tashkil qiladi. Dünya musulmonlarining bir parchasi bo'lgan Uyg'urlar bugungi dunyoda eng zulm chekayotgan bir musulmon qavm bo'lish sifatida eng oldi bilan musulmonlarning, musulmon davlatlarning qo'llashi va himoyasiga erishishi kerak edi. Chunki islomda barcha musulmonlar qarindoshdir, ummatdir deyilgan bo'lib, musulmonning musulmonga yordam qilishi farz qilingan. Musulmonning zolim bilan bir saf turishi man'iy etilgan edi. Dal mushu aqidaning turtkisida Uyg'urlar yillardan beri o'zining dardini qayirib qo'yib, Falastin musulmonlari uchun yosh to'kib kelgan edik. Hatto istoshlik va qo'llash sababli 80 va 90 yillarda Uyg'urlar orasida o'g'il farzandlariga Falastin lideri Arafatning ismini qo'yish moda bo'lgan. 2004-yili Amerika Iroqqa besib kirgandan keyin Iroq musulmonlarini va Saddam Husaynni qo'llash uchun birmuncha Uyg'urlar bolalarga Saddam deb ism qo'yishgan edi. 4 yildan beri Uyg'urlarning beshiga dahshatli kun keldi. Xitoy Kommunist hukumati Uyg'urdan iborat bir musulmon qavmni yer yuzidan yo'qotmoqchi bo'ldi. Qur'onlar ko'ydirildi, masjidlarimiz chaqildi, diniy olim o'lmalarimiz o'ldirildi. İslam dini ruhiy kasallik deyildi. Xitoyning bu qilganlari yolg'iz Uyg'ur musulmonlarga qilingan zulm, tahdid va haqorat bo'lib qolmasdan, balki islomga barcha musulmonlarga qilingan haqorat va tahdid sanalishi kerak edi. Bu sababli Uyg'ur millati 4 yildan beri dunyodagi 2 milliard musulmon qarindoshi islom ummatiga talmurdi, ulardan qo'llash, yordam kutib zoriqdi. Afsuski, hammamiz guvoh bo'lgandek, musulmon davlatlardan bizni qo'llash sadolari emas, dal aksicha Xitoyni qo'llash sadolari keldi. Saudiya Arabiston va Pokistonga o'xshagan ba'zi musulmon davlatlari hatto Xitoyning Uyg'urlarga texmi qattiqroq zulm qilishi, Uyg'urlarni texmi ko'proq qirg'in qilish uchun Xitoyga madad berdi. Musulmon dunyosining bu xil sharmanda qilmishi bir tarafdan 1000 yildan beri islom aqidasiga chin yepishib kelgan Uyg'ur millatining yuragini qattiq zid qilgan bo'lsa, yana bir tarafdan butun musulmon olimi uchun bir masxara va nomus tamg'isi bo'lib qoldi. Biz boshdan kechirayotgan bu ochiq va rahmsiz reallik bizni o'ylantirishi kerak. Bu ishlarni biz ma'yuslanish, azoblanish va musulmon davlatlarni tillab, qarg'ab qo'yish bilan o'tkazib o'tmasligimiz kerak. O'zimizga nima uchun degan savolni qo'yib fikr yurgizishimiz, musulmonlarning haqqoniyat maydonida turmasligining, zolimni qo'llashining sabablari ustida izlanib beqishimiz zarur. Bu haqda gap bo'lganda ba'zi Uyg'urlarning doim deydig'ini, ularning podsholari, hukmronlari haqiqiy musulmon emas. Shunga Xitoyning puliga setilgan xalqi yaxshi edi. Men bu gapni ba'zilarning hamma gunoh Xitoy kommunist hukumatida, Xitoy xalqi bizga dushman emas degan so'zlarga o'xshatiman. Lekin atalmış Xitoy xalqining Uyg'ur qirg'inchiligida Xitoy hokimiyatiga qanday yantayoq bo'lganligi, hatto chet eldagi atalmış demokratchi Xitoylarningmi sukut turganligi bunda qarashning xato bo'lganligini ko'rsatib turibdi. Agar musulmon davlatlarning hukmronlari eski, xalqi yaxshi bo'lsa, nima uchun musulmon davlatlardagi avom fuqarodan sado chiqmaydi? Darvaqa Turkiya, Malayziya, Indoneziya, Bengal qatorliq davlatlarda ba'zi qo'llash namoyishlari bo'ldi. Ammo buni g'arb davlatlarining qo'llashiga aslo selishtirg'ili bo'lmaydi. Yana kelib, biz uchun xalqi oz to'la namoyish qilgan davlatlarmo dal g'arbcha demokratik sistemini ma'lum darajada yo'l qo'ygan davlatlardir.
Ayni zamanda Taliban ve Danishmu mevcut İslam hakimiyetleri ve hükümdarlarını kafir, haqiqiy musulmonlikdan chetlagan degan edi ve o'zlari haqiqiy islom hokimiyati barpo qildiganligi to'g'riliq jar sog'an edi. Ammo ularning qurib chiqqani hozirgi mavjud islom hokimiyatlaridan necha asr zo'ravon bir narsa bo'lib chiqdi ve tezla tarix sahnasidan o'chdi. Demak, islom davlatlarining hukmronlari nabob, haqiqiy musulmon emas, xalqi yaxshi degan gap masalaning mohiyatini tushuntirib berolmaydi. İslam dünyasının Xitoy bilan bir safda turishi haqida Uyg'urlarning so'zlaydigan yana bir bahonasi bo'lsa, iqtisodiy manfaat. Ya'ni islom ellari Xitoydan keladigan iqtisodiy manfaatdan quruq qolmaslik uchun shundoq qiladi deyishdan iborat. Ammo bu masalaning qisman tarafini aks ettirib berdi. Hammasini emas. Iqtisodiy manfaat desak, bizni qo'llab Xitoyga jazo yurgizgan g'arb davlatlarining hammasining Xitoy bilan savdo aloqasi va foyda manfaat munosabati bor. Boshqasini qo'yib turib, Litva davlatini misolga olay. Litva aholisi 3 millionga yetmaydigan 1990-yili Sovetdan ayrilib mustaqil bo'lgan Sharqiy Yevropadagi kichik bir davlat bo'lib, iqtisodimi uncha yaxshi emas. Shundaq turqliq Litvaning Yevropa parlamenti turishliq ayol parlament a'zosi oldingi oyda Yevropa parlamentining Sharqiy Turkistondagi 4 nafar Xitoy amaldori va bir shirkatini jazolash qarorining vujudga chiqishida eng ko'p kuch chiqadi. Litva yaqinda yana Uyg'ur qirg'inchiligi sababli Xitoy bilan tuzgan uzun yillik bir savdo kelishimidan chekinib chiqqanligini jaka oldi. Litva parlamenti yana Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilish haqida muzokaralar elib beryotdi. Bu kichik ve namrat devletinin Xitoydan keladigan foydadan voz kechishi, Xitoyning besimdan qo'rqmay haqqoniyat maydonida turishi ve bütün bu jasoratlar nereden keldi? Bu birisi ularda yetilgan demokratiya, barobarlik ve insonparvarlik ong tushunchasidan keldi. Yana birisi ularning ayni davrda Ruslarning mustamlikasida yashagan tarixiy sezgirashları ularda bizga qarta hissashlik uyg'otdi. Mening qarashimcha islom davlatlarining irqiy qirg'inchilik masalasida Xitoyni qo'llashida asosligi mundaq ikki turli sabab bor. Birinchi va eng muhim sabab islom davlatlarining Xitoyga o'xshashla mustabid hokimiyat sistemasida bo'lganligidir. Bizda qog'ining ko'zini cho'qmaydi degan bir oti so'zi bor. Uyg'ur qirg'inchiligi masalasida Xitoyni eng qo'llab kelayotgan Saudiya Arabiston, Misr, Iran qatorliq davlatlar va boshqa ko'plagan islom davlatlari Xitoyga o'xshashla mustabid hokimiyatlardir. O'z xalqiga erkinlik bermagan, balki zulm selayotgan bir hokimiyatning o'ziga o'xshash yana bir zolim hokimiyat bo'lgan Xitoyni ayblashga na yuzi, na rag'bati bo'lsin. Undaqda islom davlatlarining mustabidligi, musulmon xalqlarning demokratik ong tushunchalarining yetilmasligiga sabab zodi nada? Buni oz gap bilan tushuntirib bo'g'ilib bo'lmaydi. Bu haqda cho'nqur izlanishimiz kerak. Ikkinchi va qo'shimcha bo'lgan tarixiy sabab. Oldingi asrning boshlarida hozirgi islom davlatlarining mutlaq ko'p qismi kuchlik Yevropa davlatlarining mustamlikasi ostida bo'lib, hali to'limi xarob edi. Xitoymi namrat va qaloq bo'lib, g'arbdagi kuchlik davlatlarning bo'zaq qilishiga uchirgan Hong Kong, Aumin qatorliq zaminlarni tartqizib qo'ygan edi. Bu xil taqdirdoshlik ayni zamonda Yevropaning mustamlikasining qutilish yo'lini izlayotgan bir qism islom davlatlaridagi o'qimishlilar orasida Xitoy bilan hamkorlashib, Yevropaliklarga birlikda taqobil turish tashabbuslarini maydonga chiqargan. Hatto Osmon imperiyasining oxirgi sultonlarimi Xitoy bilan hamkorlash imkonlari ustida ba'zi o'rinishlarni qilib baqqan. Texmi kulgulik bo'lg'ini ba'zi islom ulamolari Xitoylar kelgusida musulmon bo'ladi degan targ'ibotlarni qilishgan. Demak, ashu davrlarda Xitoylarni o'zlariga taqdirlash hisoblaydigan, Xitoylarni yavash, ishchan, zararsiz insonlar deb qaraydigan ko'z qarash O'tir Sharqni markaz qilgan islom dunyosida shakllangan.
1949-yılı Kommunist Xitaylar hakimiyet beşiğe çıkandan keyin musulmon ellerinin yuqorqidagi fikir xohishidan ustunlik bilan foydalanib, atalmış 3. Dünya elleri degan bir shiorni ko'tarib chiqib, islom ellari bilan intayin yaqin munosabat qurishga muvaffaq bo'lgan va buni hozirmi davom qildirib kelmoqda. Arab va boshqa musulmonlarda bugungacha davom qilib kelayotgan Xitoyni yaxshi ko'rish hissiyotining bir manbasi mushu bo'lishi mumkin. Lekin bugungi kunda Uyg'ur musulmonlarining irqiy qirg'inchilikka uchrayotganligi haqidagi faktlar tog'idek do'lni tug'an bir ahvolda yanla ko'zni yumib olib Xitoyga xushomat qilishini hech qanday bir sabab bilan oqlag'ilib bo'lmaydi. Xulos qilib aytganda Uyg'ur qirg'inchiligiga qanday muomala qilish masalasida dunyo ikki safga ayrildi. Xitoy boshchiligidagi mustabid zo'ravon hokimiyatlar bir taraf, Amerika boshchiligidagi demokratik g'arb davlatlari bir taraf bo'ldi. Ko'p sonli islom davlatlari, Kuba qatorliq sobiq kommunizm lageridagi davlatlar Xitoy bilan bir safda turdi. Xitoyni qo'llagan davlatlarning ichida musulmon davlatlarmi, kommunist davlatlarmi, xristian davlatlar, dinsiz davlatlarmi bor. Ularni birlashtirgan o'rtoqlik hokim mutlaq mustabid tuzum. Bu holni ba'zi analizchilar yangi bir sovuq urushning boshlanishi deb qaramoqda. Ahvol shunday ekan, bizning musulmon ummat deb islom davlatlaridan, qon qarindosh deb turkiy davlatlardan yordam kutishimiz nihoyat soddalik va bolalarcha go'daklik bo'ladi. Ochiq amaliyot buni takror isbotladi. Ammo Albaniyadan iborat kichkina bir musulmon davlatining Birleşken Devletler Teşkilatı'da bizni qo'llagan 39 g'arb davlatining safidan o'rin olganligini unutmasligimiz kerak. Chunki u Uyg'ur qirg'inchiligi masalasida biz tarafda turgan birdan-bir musulmon davlatdir. Nima uchun Albaniya? Chunki Albaniya Yevropada. Bu davlat 1991-yili Sovet ittifoqi gumron bo'lib, Ruslarning kontrolligidan qutulgandan keyin sotsialistik hokimiyatni ag'dirib tashlagan. Shundan boshlab Yevropaning demokratik safiga qatnashish uchun Yevropa ittifoqiga kirishga iltimos sungan. Yevropaning demokratiya va kishilik huquq o'lchamlariga loyiq qilish uchun demokratik saylan tizimini yo'lga qo'ygan. Kishilik huquq vaziyatini yaxshilagan, erkin fikr matbuotining betaraf, mustaqil bo'lishini kapolatga ega qilgan. Guantanamodan qo'yib berilgan tunji 5 Uyg'urnimi dal Albaniya qabul qilgan edi. Oxirida deydiganim, musulmon davlatlarimi insoniyatga o'rtaq qimmat qarashlari bo'lgan demokratiya, kishilik huquq, erkin saylam, matbuot erkinligi qatorliq omillarni qabul qilib, o'z davlatlarida haqiqiy bir demokratik hokimiyat sistemasini borliqqa keltirgan chog'da yolg'iz musulmonlarga emas, xuddi hozir g'arbliklar bizga qilganiga o'xshash diniy, irqiy, millati nima bo'lishidan qat'iy nazar dunyodagi ezilgan xalqlarga va kishilarga yordam qiladigan, Xitoydagi zolim kuchlar bilan bir safda turmaydigan bo'ladi. Lekin demokratiyalashish bir kechada ish oshadigan ish emas. Demokratiyalashish uzun bir jarayondir. G'arbliklar bugungi demokratik jamiyatni barpo qilish uchun 300 yildan ortiq kurash qildi. Nurg'un qurbonlarni berdi. Bu nuqtani o'ylaganda musulmon ellarning bosilgan yo'li uzun va mushkul. 2021-yili 18 aprel Norvegiya